Assalomu alaykum qizlarjonlar. Qadrli kompaniyamizda pichoq naborlar ham bor. Как раз hozir skladda bor. Mana bunga urib oldim. Wow, haqiqatda zo'r ekan. O'zlaringiz qanday yonib ketdi. Quyma, nimasi alohida emas. Bitta. Sapa bilan. Yengil ekan lekin, quyma bo'lgani bilan og'irmas ekan, qo'lga og'irlik qilmas ekan. Yo, haqiqatda yengil ekan. Qancha? Va o'tkir ekan lekin. O'rtancha обычныйsi qaysi ekan? Bu обычный emas, menimcha обычныйsini oling, постоянно ishlatiladigan qaysi? O'tkirligani. O, mana обычныйлari, mana kichkinalari bor ekan. Mana обычный kundalik ishlatiladigan bu meva, bu sabzavotlarga. Bular go'shtlar. Naborni ham bitta ochib. Mana go'sht cho'qqisi sal